الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي. Hayot ko'rinmaydigan mo'jizalar bilan to'la. Bu gapni shunchaki aytmadim. Biz qarab turib ham ko'ra olmaydigan mo'jizalar ichida yashayapmiz. Davrimizning eng achinarli kasalliklaridan biri oddiylashtirib yuborish. Ba'zi narsalar ko'zimizda oddiylashgan sari kundan kunga o'z qadrini yo'qotadi. Juda ham muhim narsani arzimas deb ko'ra boshlaymiz. Uzoq vaqtdan beri orzu qilgan telefonim bor edi. Uni olganimdagi dastlabki kunlarda u menga juda qadrli edi, lekin vaqt o'tishi bilan juda oddiylashib ketdi. Go'yoki unga egalik qilishni intiqib kutmagandek edim. Ko'zimdagi qadri asta-sekin yo'qoldi. Xuddi shu kabi Alloh yaratgan bu koinotni ham oddiy nazar bilan ko'ra boshladik. Shu sababli endi ko'p narsalarga hayron qolmayapmiz. Go'yoki hammasi shunday bo'lish kerak edi. Hech qanday o'ziga xos jihati yo'qdek tuyulyapti. Bir chaqaloqning onaning qornida shakllanishi va sog'lom holda tug'ilishi bir mo'jiza aslida, lekin bu ham biz uchun shunchaki oddiy bo'lib qolgan. Faqat sog'lig'ida muammo bo'lsa xavotirga tushamiz. Boshqa payt esa oddiy holat deb qaraymiz. Quruq tuproqdan suvli, rangli, shirali va xushbo'y mevaning yetilishi mo'jiza emasmi? Hayratlanish uchun mevaning ustida Alloh yozuvini ko'rish shartmi? Ba'zida hayot zerikarli, bir xil davom etayotgandek tuyuladi. Aynan o'sha davrda bir sinov keladi. Sen esa o'sha paytda nega bunday bo'lganini tushunmaysan. Hatto nega men deb shikoyat ham qilasan. Ammo o'sha sinovlar kelishining sababi bor ne'matlarni eslatish, ularning qadriga yetkazishdir. Kasal bo'lganingizda oldingi sog'lom kunlaringizni eslaysiz. Bemalol ovqat yeb suv ichgan kunlaringizni qadrlay boshlaysiz. Ba'zan kundalik hayotimizdan noliymiz, lekin o'sha oddiy hayotimiz orasiga kasalxona yoki boshqa muammo aralashib qolsa, aslida u oddiy kunlar naqadar qadrli bo'lganini aniqlaymiz. Ochlik tufayli to'qlikni, kambag'allik tufayli boylikni, kasallik tufayli sog'liqni qadrini bilamiz. Ba'zida juda og'ir musibatlar boshimizdan o'tadi, lekin ana shunday paytlarda biz Allohga yaqin bo'lamiz. O'sha davrlarda qilgan duolarimiz samimiyroq bo'ladi. Menimcha shunda biz anglab yetishimiz kerakki, biz so'nggi paytlarda Allohdan uzoqlashgan edik. Yurayotgan yo'limiz yaxshi emas edi. Alloh yana ham o'ziga qaytarish uchun bir sinov yubordi. Unutib qo'ymasligimiz uchun, g'aflatda qolib ketmasligimiz uchun. Shuni o'zi ham buyuk bir ne'mat emasmi? Unutish ham o'zi aslida bir ne'mat. Alloh har narsani go'zal qilib tartiblab bergan. Agar inson xotirasi hech narsani unutmaydigan bo'lsa edi, bu katta zulm bo'lardi. Hayot faqat eslab yurilishi kerak bo'lgan go'zalliklardan iborat emas-ku. Masalan, bir onaning bolasini yo'qotganini o'ylang. Agar u bu azobni har doim ilk kungidek his etsa, hayotini davom ettira oladimi? Menimcha bu og'riqni hech kim ko'tara olmaydi. Ammo to'liq unutishning ham imkoni yo'q. Lekin Allohning rahmati bilan dardlar, kasalliklar, og'riqlar vaqt o'tishi bilan yengillashib boradi. Bu unutish muammosi ayni paytda Filistinda ro'y berayotgan voqealar bilan ham bog'liq. Asta-sekin bu biz uchun ham imtihonga aylanmoqda. Unutish. Bu haqida onasining jasadi yonida yolg'iz turgan boladan so'rash kerak. U unuta olarmikin? Menimcha javobi aniq. Yo'q, unuta olmaydi. Ammo biz naqadar oson unutyapmiz. Hech narsa o'zgarmaydi baribir deb uyda yotganlarga aytmoqchimiz. Quddus bizniki bo'lmaguncha zolimlarga qarshi turishda va mazlumning yonida bo'lishda davom etamiz. U yerda vafot etganlar shahid bo'lib, bu dunyo imtihonlarini eng go'zal tarzda yengib ketishdi. Bu bizning ham imtihonimiz va u hali davom etmoqda. 34,000 bola o'ldi deyapmiz. U bolalar shunchaki son emas edi. Ular inson edi. Har biri o'zgacha, har biri qadrli. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam kimki bir yomonlikni ko'rsa,
uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar bunga kuchi yetmasa, tili bilan to'xtatsin. Agar unga ham kuchi yetmasa, yuragidan to'g'rilashga harakat qilsin. Bu iymonning eng zaif darajasidir deganlar. Yuragimiz bilan qaysi tarafda ekanligimizni bildiramiz. Agar eng zaif darajani ham qilolmasak, holimiz yomon demakdir. Ehtimol bu davrda eng yaxshi qiladigan ishimiz ma'naviyatimizni kuchaytirib, ibodatlarimizni ko'paytirish bo'lishi mumkin.